ishonch haqida gapirganingizga, tavakkallik haqida gap ketganida, qanaqa qilib bunaqa telbalarcha Xudoga ishonish mumkin? Qo'rqmasdan shunaqa maydonga chiqasiz, u qadar ishonchingiz kuchliki, biz ham shunaqa ishonishni xohlaymiz. Biz ham yaxshi ko'ramiz Xudoni, biz ham ishonamiz, lekin nega qadam bosmaymiz? Sizdagi tentakona ishonish uchun nima qilishimiz kerak? Bu ishonch qayerdan deydi? Faqat tajribalar javob beradi deyman. Xudodan boshqa ishonsam bo'lmaydigan vaziyatlar juda ham ko'p bo'lgan hayotimda. Bundan dahshatlarini yashab o'tganman-u, unda ham meni Xudo qutqargan-u, hozir qo'rqamanmi deyman. O'ldim degan joyimda yashab ketdim-ku, o'sha ishonch to'planadi, tajriba bo'ladi va pechatlanadi. Ha, bu to'g'ri degan narsa. Lekin ko'pchilik Xudo borligini biladi, his qiladi, ishonadi, namozlarida, hamma joyda xushulari bo'ladi. Yashashga kelganda xuddiki Xudosi yo'qolib qoladi. Ishonmaydi. Bu dahshatli haqiqat. Biror ishi o'xshamasa, sudga chopmaganida, o'xshamagan insonini yoqasidan tutib, nega shunday qilding demaganida bilinadi Xudoga ishonch. Xudoga ishonsa, hech kimni yoqasiga yopishmaydi-da, u bilan shartnoma qilishni boshlaydi. O'shaning uchun ishonch bu tajriba deyman. Ishonch bu 3 kara 6 18 deb olinadigan narsa emas. Ishonish haqida fikr eshitdim, bo'ldi, bugundan boshlab ishonaman degan narsa emas. Bu tanib yashab o'tish kerak o'sha jarayon. Xudoga ishonmasa bo'lmaydigan vaziyatlarida yashab ko'rish kerak. Boshqa hech kim qutqarmadi, u qutqaradigan vaziyatlarda yashab ko'rish kerak. Ishonch haqida gapirganingizga, tavakkallik haqida gap ketganida, qanaqa qilib bunaqa telbalarcha Xudoga ishonish mumkin? Qo'rqmasdan shunaqa maydonga chiqasiz, u qadar ishonchingiz kuchliki, biz ham shunaqa ishonishni xohlaymiz. Biz ham yaxshi ko'ramiz Xudoni, biz ham ishonamiz, lekin nega qadam bosmaymiz? Sizdagi tentakona ishonish uchun nima qilishimiz kerak? Bu ishonch qayerdan deydi? Faqat tajribalar javob beradi deyman. Xudodan boshqa ishonsam bo'lmaydigan vaziyatlar juda ham ko'p bo'lgan hayotimda. Bundan dahshatlarini yashab o'tganman-u, unda ham meni Xudo qutqargan-u, hozir qo'rqamanmi deyman. O'ldim degan joyimda yashab ketdim-ku, o'sha ishonch to'planadi, tajriba bo'ladi va pechatlanadi. Ha, bu to'g'ri degan narsa. Lekin ko'pchilik Xudo borligini biladi, his qiladi, ishonadi, namozlarida, hamma joyda xushulari bo'ladi. Yashashga kelganda xuddiki Xudosi yo'qolib qoladi. Ishonmaydi. Bu dahshatli haqiqat. Biror ishi o'xshamasa, sudga chopmaganida, o'xshamagan insonini yoqasidan tutib, nega shunday qilding demaganida bilinadi Xudoga ishonch. Xudoga ishonsa, hech kimni yoqasiga yopishmaydi-da, u bilan shartnoma qilishni boshlaydi. O'shaning uchun ishonch bu tajriba deyman. Ishonch bu 3 kara 6 18 deb olinadigan narsa emas. Ishonish haqida fikr eshitdim, bo'ldi, bugundan boshlab ishonaman degan narsa emas. Bu tanib yashab o'tish kerak o'sha jarayon. Xudoga ishonmasa bo'lmaydigan vaziyatlarida yashab ko'rish kerak. Boshqa hech kim qutqarmadi, u qutqaradigan vaziyatlarda yashab ko'rish kerak.